Al öyle baraylı. Ha, bu benim fıkam buldu. Yolbası öten kişi boşuyor. Acaba kamet kışken ha? Ha, Cem Usta. Bu benim fıkam buldu. Cemyan dağındaki yolbası baş fıkam ötege. Hadi taşla kılan. Hadi taşla kılan. Ha, fıkam kaytıp yaptı. Kış gelen görüşmegile 2 yıldır eşivedi. Yenge, işini asla. Bu sultağım kayıp geldi. Ana hazır. Maymundan balisi işigimni sundurib etmegen yana. Biz görüşmegeli 2 yıl oldu. Öy uçak bulup aka. Şunda. Öy uçak bulup aldı. Biz mi başpanalık bolup kaldık? Oy, sen maymunca hemeş şundaq tenteklik qıram. Bu nima? Ey xotin. Mana bu mening ukam Vusun. Jingyang dağında yolbasını örtegen batır. Mana moşu. Qaynenimizgan o. Qo'shnimiz Van Kempirdan yolbas yig'indan qizib ketganligini anglab ko'rib kelay deb edim. Yetishmay qoldim. Yolbasni o'ltagan Batur qaynenimizga emasmi? Osmondan qo'shanliq yig'ibdi-ku bizga. Ukam, bu yangingiz bo'ladi. Salam yenge. Darhol o'rinlardan tursizlar. Meni hijil qilmasizlar. İzzet ikramimni qabul qilg'aysiz. Qaynenim, o'zlariga toz. Uyga kirsizlar, uyga. Ukam, uy kiraylik. Nemishki qaynenimizni o'ltirishga taklif qilmaysiz? O'ltir. Men chiqib choy damlab. Avar qildigan bo'ldim yenge. Yo'q. Qani, o'ltir. Ha. Oqida yana bir yig'ida uyimiz bor. Yangingiz ikkimiz bolaxonda turamiz. Öylü vağınız nəhayət yaxşı oldu aka. Bu mu inimizin təliyi. Qarangay sizni. Nemishki qaynenimizni o'ltirishga taklif qilmaysiz? Ha, o'tir. Yo'lla bek chanqilza. Yüzler擦把脸吧。多谢嫂嫂。你看你，快请叔叔坐。哎，兄弟，坐下，坐。哎，今日若不是大街相遇，免不了还要去清河县扑个空呢。哎，不知大哥何时来？ Bu naysi kep o'ltiraqlashib qoldingiz. Hay, ikkimizning ayrılığına 2 yildan ishib ketdi. Yangon ayisiga kelganimizga 1 yildan ishib ketdi. Yangingizga o'langa Jinxon ayisiga bir necha oliq qanot uyga kelaverib, xafa qildigan bu oldi. Shunga u yerda turamay, mushu Yangon ayisiga ko'chib keldik. hamma gap mush akillarda. 俗话说，善马好骑，善人好欺。大郎为人，若能有叔叔一半刚强，哼，谁还敢道半个不字？兄长为人本分忠厚，怕与人争，不像我武松颇也惹事的。 Jigari yo'qning jini yo'q, jini yo'qning meli yo'q degan gap bor. Men-chi mundaq odamni yaxshi ko'rmayman. Akam macera çıkarmasa, siz endişeden xoli bo'lsangiz, yaxshi emasmi, ha? Endişeden xoli bo'lgan bilan, hamisha buning bilan tang. Bo'zak bo'ladi ekanmi? Sizlar o'ltirib turinglar. Men chiqib say qorib, men isitib kiray. Aka, yengem uçuq ko'ngil xushchaqchaq ayolda qildi. Yangingiz Jinxon ayidagi bir davlatman oilaning dediga ketdi. Cho'ng sorunlarni ko'gashga, tamig etdi, say qo'rishga toza komil. Hatto jini ishlarga usta. Baxtimga yarasha bir to'ra meni yaxshi ko'rib qilib, bir yamoqmi chiqim qildirmay, uni menga qo'shib qo'ydi. O to'ram bir savobli ish qilmoqchi. Şu yili men bala terib qo'yib, qaytib ketdim. Siz u yerda qilib qilib, azob chekkansiz. Yo'q, hech qancha azob chekmadim. Bir necha oy davo daftarda bo'ldim.
Jinxon naisidagi heliqi amaldor sizning mushtimingizdan bevosh bo'lib qopti ekan. Uzoq o'tmay saqaydi. Ambal mening namratligimni, mendan hech nima indirmaydiganligini tuyib, oxiri qo'yibdi. Turmadan chiqib, ko'ch-ko'yda qatlimi satdim. Hey ukam. Bu 2 yildan buyon naladi bo'ldingiz? U yerda savsam bo'lib beshim qaygan yerlarda yurdim. Keyin Xibey o'lkasining Sangju naisdagi mansabdor Sayjingnikida bir mezgil turdim. Ondan Sandong o'lkasining Yongqing naisdagi Sungjanning yanida bo'ldim. Uning bilan obdan tanishdik, akıkka bo'lishib ketdik. Kunlar o'tgan sari sizni qattiq seg'indim. Shuning bilan bu yoqqa ravon bo'ldim. Akuka, mana emdi cem boldinglar. Emdi yana ayrılmanglar. Bir eg'iz uyimiz bo'sh. O'zlari shu uyda tursizlar. Bo'sh. Atsi akşam issiq suv dislari paqir o'z qo'lim bilan hozirlab beraman. Biroq qat sho'rpa islarimi bizning ko'nglimiz. Yaxshi ko'nglimizga rahmat. Qarslasin. Bu dataga. Ma qaytaya? Ay. 忙了一阵子，坐下来喝杯酒嘛。你们一家人吃团圆酒，我算什么呢？我二伯伯回来了，我得回去告诉我爹，让他也高兴高兴。坐下来喝一杯嘛。哎呦，这个小猴崽子，王干娘，哎，看武大嫂，快请进来坐吧。看武大哥。哟，这就是你家的好兄弟。 景阳岗上的打虎英雄啊！是啊，兄弟，快来见过，这就是隔壁开茶房的王干娘。哦，原来是高林。失敬，兄嫂在此居住，全仗王干娘照顾了。哟，小武英雄说的，我倒怪不好意思的。我们相处多时，格外亲近。是，承蒙他俩看得起我，还叫我一声王干娘，我真不敢当啊！干娘说的。哎，武英雄。Men sizlarga aytsam, sizlarning bu yangilari oltinga tegashkisiz, axloqli ayol bo'ldi. Oqillarga uningdan o'ta haqi ziyni tegmaydigan Xudoning mo'mini. Ba'zi tilni seg'inib qolamdi ekan. Unsinib yig'lab ketadi. Menga uningga bir tuqqanlar hamini ko'rishadi deydim. Qandoq? Deginim kepti. Mana bugun didor ko'rishib, yana jam bo'psizlar. Xo'shal olgansizlar qachon? Shundoq. Vangana, jo'ziga keslar. Bir qadah mayslar. Shundoq qilsin. Obdan. Bu hozircha omonat tutsin. Boshqa bir kun kepishay. Men bugun sizlarni bir muboraklab qo'yay deb kirdim. Kim bir kun kelay? Boshqa bir kelay. Uzatmadoq. Kep tursizlar. Uzatmadoq. Qayninim, o'ltaslar. O'tir. Men olay. Yo'q bo'ldi. O'ltaslar. O'tir. Oldi bilan. Qani. Qaynimga bir qadah tutay. Qani. Ko'taray. Ko'p rahmat, yenge. Qani, tayinlislar. Tayinla. Qani. Buni Sungjan akamiz vidolish oldida menga tutib edi. Oz bo'lsa-mu ko'p tavob qilib ishlatasilar. Ko'ngildagidek muomala. Oy, bekchi bo'lib ketiblar. Buni olmaymiz. O'z hukmimiz bo'lgandan keyin qarang sizni. Tatinmay olayli. Ajab bir odam ekansiz. Sizlar bilan maslahatlashidigan bir ishim bor edi. Yangu naisining ombili menga 105lik mansubini bersam devidi. Oho. Ammo u doim sirtda yuradigan ish. Uning ustiga kishilarda ishongan taqvo degan gumonni tug'dirishi mumkin. Aka, sizlarcha qandoq? Yo'lga chiqsang, yo'l topasan degan gap bor. Uning ustiga mansab tutganlarning hammasi yomon ish qilavermaydi. Ishni odillik bilan qilsangiz bo'laveradi. Meningcha bu beka oltag'andan tuzuk.
Qaynenimiz 105 bo'lsa, boshqalar bizni bo'zaq qilishga peytonolmaydi-da. O'g'ishindaq. İkkinglar qo'shilsanglar, sizlarning degininglarchi bo'lsin. Qaynamisi, qaynenimning yuqori martabaga ega bo'lishi, bag'an sira o'rlish uchun ko'taraylik. Ko'taraylik. Oy. Ne bo'ldi? Yanga, ne bo'ldingiz? Oy. Kina. Saydiya. Qandoqroq? Yanga, qandoqroq? Ajabmi? Ochiqmay ekan. Nimaga kulasiz? Çoğun ihtiram bildirdi ekan. O ajoyib mashhur kishi. Uning ismi Chinxon. Aslida Yomil Ombol o'g'il. Hozirmi Yomilning müdiri. U xattotlik, putushchilik ishlariga komil. Yangi noyasidagi 3 davrni beshidan kechirgan peshiva. Hatto Ombolmi biror qiyin ishga duch kelsa, undan maslahat oladi. Yo'l yo'riq so'raydi. Yağmul işida qoida nizam ko'p, ish murakkab. Men bu yerga yangi, har qaysingizda ko'proq maslahat berib turasizlar. Yuzbeshi nadik gaplarni qilinglar. Bu yerga yangi o'sdimi, yor birodarlar bilan inoq o'tyaptilar. Holimizga yetyaptilar. Ishda astadilganlar. Hatto Ombol janoblarining ma'at olishiga sazovor bo'ldilar. Yüzbeşi paranlaşqaş o'tasida, fikr sirti chiqib kerak. Bu kim? Eliqi Chinxon begimning o'g'li, ismi Chinshin. Taqturqi boshqachilig'i. Hey. Bu Chinxon hazratning yolg'iz o'g'li. 2 yilning oldida bir necha aloqanot bilan birlashib, kayf sapa qimog'i berilib, bo'ynigacha qarzga bo'g'ilib qolgan. Qarz egilari qarzini suylab uyga beriverdi. Vaholanki Chinxon begimning oilasi adab qoidalik farzandlariga talabchan 100 xotirlik oila bo'lg'ashqa begim alamga chidamay uni uydan qo'g'lab chiqardi. Uqishimizcha Chinshin to'g'ri yo'lga qaytib qarzlarini o'zi uzmigicha uyga kirishga ijozat bermaydi ekan. Lekin u yolg'iz o'g'il bo'lib, yo tijorat qilishni, yo amgak qilishni bilmagachga, meshadagi yoylarning olto'li yordamiga tayinib jon beqiyotdi. Yana qancha verding? 30 tiyin yana quduq chiqib ketdi. Kishin. Berka. Yüzbeşi meni chaqirdimi? Uyga kir. Kira. Voy kirmamsan. O'ta. Anglashimcha begim seni uydan qo'g'lab chiqiribdi. Keyin zodi qanday qilay deysan? Uyga qaytqin bormi yo'q? Uyga qaytqisi kelmaydigan ish bo'lamdi. Biroq toki to'g'ri yo'lga qaytib, qarzlarimni uzmigicha uyga qaytishimga ijozat yo'q. Men
Ben kat qarzlarga bo'g'ildim. Bu qarzlarni qandoq to'lab bo'la olayman? Hamma qarzing qanchalik? Qarzim jami qanchalik? Esangchi. Naq og'inim 40-50 tizig yamoq. Naq og'inim? O'simi bilan qo'shilgandichu. O'smini qo'shsa 400-500 tizig yamoq. Bu qanday qarz? Bunda qarz bergan kishi hargiz mard emas. Hech qisi yo'q. Bu qarzlaringni men to'lab o'tay. Ammo shartim shuki, bundan keyin yomon yo'ldan yonasan. Kingbegimning ajrini oqlaysan, umidini yerda qo'ymaysan. Yüzbaşı. Ben endi düzelmesem iş bulup ketmemdi mi? Yüzbaşı. Özlerimining ata adam. İkinci ata adam. Kinshem, o'rningdan tur. O'rningdan tur. Bunday gaplarni qilma. Shuni bir degina, qarz berganlar qancha kishi? Ular nima odamlar? Ular 4 kişi. Ularning 4'lisi Shiminching begimning uyidagi yaloqchilar. Yeni shuning yaloqchilari ekan-da. Shundoq. Shiminching begim degini zodi qanday odam? Hey, Ochal ko'rgining oldidagi Bahor Sariyi Do'rdukunning xo'jayini. Bu kishining familiyasi Shimin, ismi Shiminching. U uyda bir moch yaloqchi g'olchilarni turg'izib, hammalar yerda o'ktamlik, zo'rlik, zo'mbulik qiladi. Shiminching yo'ligashga uning g'olchilariga hech kim g'idin-pidin qilolmaydi. Puhralarning Yangon oyisida ikki cho'ng ofat bor. Biri davandagi yo'lvas, ya'ni biri shahardagi Shiminching degani rostgandi. To'g'ri, bu dal shu Shiminching. Amaldor bo'lgan kishi puhralarga oti bo'lmasa, qonunni bilib turib rioya qilmasa, bu jinoyat ustiga jinoyat o'tkazgan emasmi? Hech qisi yo'q. Yiliq qarz berganlar hujjatlarini bu yerga kelsin. Ularga qarzimni qaytarman deyin. Ma'qul. Bak. Xo'p, ma'qul. Yüzbaşıga ko'p rahmat. Yüzbaşıga eşqallah. Yüzbaşı mol dunyoni do'st tutmaydigan, vafodor, odil azimatganlar. Qirindoshlarga shuni aytayki, jazman ishda odil, kishilarga vafodor bo'linglar. Shundoq. Men mashayda bo'ladi ekanman. Bo'zakni bo'zi ketib, yomondan qo'rqadigan, puhralarni oyoq osti qiladigan, kishilarga ziyon soladigan ishlarga hargizmi yo'l qo'ymayman. Tushdi bir necha og'ina mashkil boshlab ketib qaytib kelamidim. Sizni saqitib ovora qildim-da. Akıllarımı qatlım satımen deb tushlik tamoqqa kelmedi. Sizlarni saqlab kichik tushib ketdi. Shunda qattiq qor yig'ayotganda uyga qaytib kelib, issiqni o'ltamay, talada haqlar bilan may ichiblar. Chapsan kiyimlarini silib, oyoqlab yangishlab. Chapsan bo'lsin. Tamam. Thank you.
Ma'qul. Qani o'ltasizlar. 3 qadah demay ichib istinmasizlar. Yenge, akam kelganda birga o'ltirib ishlaylik. Onun qaytishi xeyli bor. Qar qattiq yig'yotidi. Xaridorlar az, o texim kech qaytib keladi. Saqlamsaqmi bo'ladi. Bu Qayni enim yolg'iz ichishga ko'ngillar tatmasa, peqir hamra bo'lay. Mana bir qadahni to'ldirib ichib etay. Yenge, o'zingiz biling. Havo bek sovuq. Qayni enim qo'shlab ichivasizlar. Men qo'yay. Yenge, o'zingizmi keling. O'zim qo'yay. Meni obdan ko'tardikanlar. Özlerden yolvasının qo'rqqini bu bekor emaskan. Xalqlarning aytishiga qaraganda, qayni enimning yamul oldida bir oshnasi bormish. Rost shundaqmi? Yenge, andaq o'sak so'zlarga quloq solma. Men bundaq ishlarni qilmayman. Qayni enimning dili bilan teli bir bo'lsa, mayli-ku. Yenge, ishonmasangiz akamdan so'rab bering. U nimani biletdi? Uning bundaq ishlar aqli yetsa qatlim satatdimi? Oy, qayni enim, hayron bo'lmysizlar? Qani, maysizlar? Qayni enim sevir qilib tursizlar. Men hozirla kiraman. Voy, qayni enim, mundaq yelin kiyim bilan to'nglamam dekanlar. Ha? Yo'q, to'nglamayman. Qayni enim, ko'proq ichib isinavasizlar. O'tni men ulg'aytay. Bayramg'im az qoldi. Qayni enim, o'zlari qancha yoshga kirlar? 25 ga. Mendan 3 yosh cho'nkanlar. Kelar yili 26 ga kirdikanlar-da. O'g'il cho'ng bo'lsa o'ylanadi, qiz cho'ng bo'lsa agi tegidi degan gap bor. Qayni enimning uy o'chaqliq bo'ldigan vaqtimi bo'pti. Agar ko'ngillar tassa, mening bu yerim qadah meyimni ichivasizlar. Yenge. Sizlar. Yenge, meni xato tushunib qolibsiz. Men o'zim jasoratli yigitman. Andaq nafsoniyatchilik, shahvatparastlik bilan hujam yo'q. Yenge, orzunuzunuzni yo'qotmang. Nega orla? Yağmulga. Acaba
Pekirning ko'nglini qildilikmi tushunmamla. Nima? Men bir ayol bo'g'in. Bo'g'mi chechagmiginim bilan erlardan qilishmayman. Eli davlatman töre meni to'qanliqqa almoqchi bo'lganda o'zimga yaqin yo'latmadim. Birinchidan mol dunyoni, ikkinchidan martabani do'st tutmadim. O meni aqllarga tegishga zo'rlaganda, uningga ma'qul bo'lib 2 yilni inoq pak o'tkazdim. Xudo sizni bizga nasib qilgan uyimizga qadam tashrif qildi. Men undaq shahvatparastlikka berilgan noynoqlardan emasman. Men sizning qaddi qomatlik, ravrs bir yigit ekanliklarini ko'rib, masligim keldi. Acaba sizlar meni ornamusni bilmaydigan buzuq deb o'ylasizlar. Mana bo'lmamdi. Baya qattiqroq gap qilib soldi. Ko'nglingizga ammo yanga. Ben kichigimdila ota-onamdan yetim qolgan. Meni mushu akam beqib cho'ng qildi. Xuddi menga ota-onamdek mehr bilan qaradi. Shu vajidan sizni o'xshashli hurmatlayman. Qilch kamsitmayman. Sizning mol dunyoga berilmay puhroga tegishni xohlaganligingiz hurmatlashga loyiq. Akam kuchsiz bo'lgani bilan samimiy oq ko'ngil tirishchan odam. Uning ustiga u sizni intayin hurmatlaydi. Agar siz burunqideklar akam bilan japoqdimi halovatda birga bo'lsangiz, men intayin xotirjam bo'laman. Bugungi ish mashada qolsin. Agar shukr qilmay biror ish tug'dirib qo'ysangiz, men husun sizni to'nigan bilan mushtumim odam to'nimaydi. Shu chaqda meni odamigarchilik qilmadi deb qolmang. Qarayğısı ne görürsüz ki? Hey, Fuka! Hey, Fuka! Fuka! Geldi. 105 geldi. Her qaysilarini chin chaqirib keldimi? Shundoq. Hammalar kep bo'ldimi? Kep bo'ldi.
O'ltiringlar. Shin, may qo'y. Xo'p. Qani, marhamat. Har qaysilari Chinshin taklif qilgan qarz egilari olgan qarzni qaytarish barhaq. Bugun hisoblash uchun sizlarni chaqirdik. Qarzni aynan qaytarish uchun hujjatlarini chiqarsizlar. Mana. Marhamat. Bo'ladi. Pulni gunduxonadan elib olasizlar. Qanchalik berilgan bo'lsa, shunchalik qaytarildi. O'z ayni qaytarildi. Marhamat. Bu pulning o'simi, To'g'ri, o'simi. O'sim? Bir tiyimni o'sim berilmaydi. Kishilarni xonavayron qiladigan bunda qarz bilishni sizlarga kim qo'yibdi? Sizlarning dastinglardan Chinshin uydan qo'g'ilib, divonchilik qilib yuribdi. Acaba sizlar o'lim hodis chiqishdan qo'rqmamsizlar? Bugungi bu ishga men o'zim ega. Ma'qul ko'rmasanglar, arz qilamsizlar, elishamsizlar, ixtiyor o'zinglarda. Agar arz qilsanglar, yomil mana nihoyatma aplik. İlish bakımız desanglar, mana men tayyor. Marhamat. Yo'g'isi. Konularda qarz olsang vaqtida ba, yuzing yo'riqildi degan gap bor. işte yaxshilikcha putarsak-mikin? Anda xo'si bo'pti. Yo'yi, xo'p, bularni gunduxonaga boshlab berib, pullarini apagin. Mening nomimni tutib qo'ysin. Bo'ladi. Beringlar. Yuringlar. Yüzbaşı. Chinshin. Yüzbaşının mehr şefqatini menga unutmayman. Yüzbaşı, sizlar mening qutqazg'uchi nijotkorim. Aniq dema. Kim bu? Bu öküzler. Bu. Kim bu? Pekir özlerinin ma'qullığisiz Chinshinning qarzini to'lab etdim. Inimizning gunohidan o'tib, bir oila kishilarga jam bo'lib, oxirgi umrlarini xo'shal-xuram o'tkazgaylar. Hay, oilamizning betalayligidan ishimizdan mo'shundoq bir haromzadi chiqdi. Bu. Tuzalgan bola oltindimi a'lo degan gap bor emasmi? Dada, men tavba qildim, meni kechirsizlar. Endi yaxshi odam bo'lib, ota-onamning sizig'idan chiqmayman. Hay, rostilla bir haromzadi senda. Tura o'rningdan. Xo'p. Yüzbeşinin oğlumның qarzini to'lab etganligi uchun tashakkurdan ojizman. Bu qarzni albatta Pekir sizlarga to'layman. Yo'q, yüzbeşini chiqimdor qilsak albatta bo'lmas. Og'zimdan chiqqankan endi lavzimda yanolmayman. Pekir texi kichik, ishning yo'lidan bexabar. O'zlarining nomi sharifini ko'p anglagan. Bundan keyin ko'proq otdorchilik qilala. Bugungi ish Pekirning janoblariga qilgan kichikkina sovg'a. O'tiring. Yağmurның işleri o çağlık. Müşküllikki uçurusla özem hemden bulan men.
janoblarining uyimizga qadam tashrif qilib turishini umid qilaman. İltifatlarga ko'p rahmat. Chishing. Xo'sh. Bobomni qasriga olib qo'ygan. Ha. Peqir 105 bilan yana bir ishni maslahatlashmoqchi edim. Xo'sh. Ombalning poytaxtga o'tadigan qimmatbaho so'g'salamlari bor edi. Hozir yil oxirlashib, havmi so'qib ketdi. Yo'lmi xavfli kerak. O'g'ri yolg'onmi ko'p. Biror qobil azimatning yo'qligidan bu ishqa ombalning beshi qetib, menga maslahat sog'lik kelgan ekan. Agar ombal ma'qul ko'rsa, Peqir berishni xohlayman. Ha? Bali. Agar 105 berishni xohlasa, bu toza ko'ngildagidek ish bo'ladi. Biroq bu intayin mushkul bir ishda. Peqir kichigimdan tortiblar biror xizmat ko'rsatgili intizor etdim. Obdan o'zlari keraklardan 2 kishini tanlaslar. Nars keraklarni yig'ishtirib, at saharda yo'lga chiqslar. Xo'p. Amisa Peqirga ijozat. Yangonaysiga qaytib kelganda xonimizga marhamat qilslar. Kankushada paranglashamiz. Cho'qim boraman. Xo'sh qani. Xo'sh qani. Qarab mala. Xo'sh turib qolslar. Uzatmadim amisa. Bu jazoni xorlab bozakni boziga ketib yomonni qo'qadigan nima ekan? Pullarni ishib g'inqima tikib yetishdi. Ahad saharda poytaxtga safarga chiqmoqchi edim. Qaysinglar men bilan birga berishni xohlaysizlar? Men baray. Yangi yilni poytaxt o'tkazib, ko'nglimni ichib kelay. Havo so'q, yo'l teyilg'oq. Bu to'la mushkul ish. Har qancha mushkul bo'lsa-mu, 105 bilan bilib olsam, ko'nglim aram topdi. Andaqtini japaga soladigan bo'ldim. Biroz yemeklik bilan mayib, qo'ng'ir tosh rastisiga borgin. Men akam, yengemlar bilan xo'shlashib kelay. Bo'ldi. Ma'qul. Bu safardan oz deganda 2 oyda qaytib kelaman. Aka, siz ko'ngilkak. Men uyda yo'q chaqlarda qotlimi setish chiqib bakmi berilib ketmang. Vaqtchiroq chiqib baldur qayting. Kishilar bilan jidallashmang. Aroq sharobmi ichmang. Uyga yetib kelganda pardani tushirib yetib darvozani ching taqib oling. Mushunda qilsangiz behuda avorichilik so'z cho'chaklardan xoli bo'lasiz. Mubodo birov sizni bo'zaq qismi sabr qiling. Qaytib kelganda andoqlar bilan o'zim hisoblashayman. Aka, so'zimni qabul qilsangiz mush qadahni ko'tarib o'ting. Hukam deganlaringizning hammasi o'rinliq. Ma'qul. So'zingizdan hargiz chiqmayman. Yengem hamma ishga chiqib puxta ayovsiz. Buni aytmasammi bo'ladi. Akam tüptüz odam. Sizning ko'ngil bo'lishingizga muhtoj. Agar uyning ishiga ching bo'lsangiz, akammi ko'p avorichilikdan xalos bo'ladi. Ko'ngillar to'g'ri edi. Ishiging ching bo'lsa, it kirmaydi. Shundoq. Qayni ini, biray o'sak so'z anglab qoldim-o nima? Men panjinliyan, oq ko'ngil jigarlik ayolman. Xudoga tekkandan buyon uyimizga chumulimi kirib baqqani yo'q. Kimning ishiga o'choq, chitlig'i yo'chiqkan, gapni siqqayaga qislar bo'lamiki? Er kishi deganchu, suni singayaga sepib, gapni siqqayaga qiladigan. Hukumimizning bu gaplari yaxshi niyat bilan deyilgan gaplar-ku. O'tib bering. Ma'qul. Yangamning gaplarini ko'nglimga tukib qo'ydim. Agar so'zingiz bilan harakatingiz
tiliniz bilen diliniz birdek bolsula, men sizden 1000 mertebe razıyım. Qani yenge, muş qadahni götürüydüm. Men hiç bakmagan. Ne görse? Toxta. Bu nemi qilg'ini? Qarang onu. Tekçi balaligini tashlamag'in. Hamma ayb menda. Fukam. Qayerga bormoqchi bo'lyapsiz? Kirib qoldi. Ahad saharda yo'lga chiqmoq edim. Qaytib berib safarning taraddudini qilib olay. Aka. Ehtiyotjon bo'ling.